Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana shu do'konimizda xaridorlari. Bugun 17-may, 17-may sanasida shu paytgacha motoblok olishni niyat qilib yurgan, lekin ayrim sabablarga ko'ra motoblok olmagan, lekin olishga ehtiyoji bor akalarimiz uchun yaxshi imkoniyat bermoqchimiz. Do'konimizda motobloklar, mana shu hovlimizda motobloklar to'la. Mana shu motobloklarning o'zini tugatish niyatida maxsus taklifimiz bor. Maxsus taklifimiz shu oyda oxirigacha amal qiladi. Maxsus taklifimiz nimani o'z ichiga oladi? Shu paytgacha 5,5 million so'm sotilgan mana shu Fora brendidagi 170 kg zaporchen 5 ortquchi motoblogimiz oy oxirigacha 5 million so'mga bo'lib kelib, bemalol xatlisiz bo'ladi. Aerobus motoblogimiz modeli 900, buni 4,5 million sotganmiz, buni 4 million so'mga yaratdik. Bu modelimiz 5,5 million so'm sotganmiz, 5 million 200 ming so'mga yaratdik bo'ladi. Aerobus modeli 900S modeli. Xo'p, mana bu mini traktorimizni 7 ot kuchi, 4 qator frezalari bilan 3 million so'mga qilib beramiz. Asaman brendida farali kapotli 7 ot kuchi benzinli. Bu motoblogimizda 4 million 300 sotganmiz, 3 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Mana bu motoblogimiz, bular yangi kelgan brendlar. 4 qatordan frezasi. Motobloglarimiz Aerobus ham hammasi 4 qatordan freza chiqadi. 4 qatordan frezasi bor, rullari uzun, balonlari stupitsali. Buni narxini 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. 3 million 700, 3 million 800 ming so'm sotilgan. Mana bu motoblogimizni 5 million so'm sotganmiz. Aerobus modeli 900M modeli, buni 4,5 million so'm qilib beramiz. Ana bu motoblok bir kanallarda ko'rganman, 4,5 million so'm sotishyapti. Balonlari katta. Rullari uzun, frezalari 4 qatorda, 7 ot kuchi benzinda. Buni ham balonlari, stupsalar qachimligi joyida buriladi. Buni biz 3,5 million so'mga qo'yamiz. Mana shunaqa motobloklarimiz bor. Sonuncha unaqa ko'p emas, lekin shu tugatish maqsadida aytyapmiz. Oy oxirigacha mana shu maxsus taklif amal qiladi sizlar uchun.